Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Kimga mana bunaqa kombayn kerak bo'lsa, sotiladigan kombayn bor ekan. Hozir men obzor qilib beraman. Qiziqqanlar bo'lsa, egasi nomerini qoldiraman. Sotiladigan kombaynlar bor. 3 ta apparatli, ikkita injektorli. Ikkita injektorli To'ytepada turibdi. 3 ta apparatlisi mana shu Bo'ka tumanida turibdi. Bo'ka raysentrga yaqin. Hozir men endi obzor qilib ko'rsataman. Mana texpasporti bor. 24-yili sentyabr oyida olingan, sotib olingan. Hamma yog'i zo'r, ideal sosteniyada. Jatkisi ham, shinegi ham, ichi konditsioner bor. Hozir men naryoqdagini ham ko'rsatishim kerak. Bu bittasi. Apparatli bu. Qani yuringchi. Hammasining mana oynalari, derazalari hammasi joyida, ichi konditsioner, zamonaviy, yangi apparatli bular. Mana uchalasi ham apparatli. Bunga ko'rsatayotganimiz. Injektorni To'ytepada dedim. Bu yoqda ko'rsataylik. Mana texpasporti turibdi qo'limda. Bittasini ekan. Hammasining o'zining ichida texpasportlar turibdi. Mana nomeri, yangi nomer. Tak, apparatlisi 24-yili sotib olingan, bultur 1 yil bo'ldi sotib olgan. Apparatlisi. Injektornisiga 23-yili olingan ekan. 2023-yili sotib olingan injektorni. Injektorning narxi 25 ming deyapti. Egasi bunga 30 ming deyapti. Apparatlar yangi, xulosga hech qanaqa kamchiligi yo'q, ishga tayyor holda turibdi. Oladigan qiziqqan odamlar bo'lsa, kelib bemalol ko'rsa bo'ladi, o'zlari o'z ko'zi bilan. Mana gusinishni. Endi mana u mana rezinoy hech qanaqa temir emas. Anaqa nima desam bo'ladi? Temirli endi juda shum katta bo'ladi, bunda shum ham bo'lmaydi. Epchilgina zo'r ekan. 1 tonna shol oladi, bunkeri 1 tonnalik. Ana ichini komfort ichi zo'r. Aytganimda konditsioner cho'tki ishlaydi dedi. Hech qanaqa buzuq emas. Hamma yog'i yaxshi. Kelib ko'rsa bo'ladi, aylanib. Endi hozir men bitta narsa ko'rsataman. Faqat shu shol emas, bunda anaqa fasol zaril bo'lsa ana ideal sosteniyada turibdi. Fasol chiqarsa ham bo'ladi, vaqti sindirmaydi deyapti. Mana traktorchisi bilan gaplashdim, fasol chiqarsa ham bo'ladi deydi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aylanib ko'rsa bo'ladi. Bunker 1 tonna oladi. Mana 2024-yil chiqarilgan bu uchalasi. Ana To'ytepada ikkitasi 23-yilga ekan. Bu yoqdagi injektor bu yoqdagi. Globni odamlarga qiziqtiradigan narsa, bu puli narxiga kelsak, bular 30 ming dollar kami bor deyapti. Injektorniydi 25 ming kami bor deydi. Kelsa bo'ladigan joyi bor ekan. Keyin nima qilamiz endi? Shu buning bir kamchilik joyini ko'rsatadigan joyi ham yo'q. Chunki yangi bo'lgandan keyin boshqa obzor qiladigan joyi ham. Kimga kerak bo'lsa, kelib ko'rib, egasining nomerini qoldiraman, opsiyada bemalol olsa bo'ladi. Kelib ishlatib ko'rsa ham sezonga tayyor deyapti, ishga tayyor. Hech qanaqa kamchilik yo'q deyapti.